so'rab yozayotgan mijozlarimiz uchun bu tarafimiz yana Shoh bekat tarafdan, Sovetskiy tarafdan kelish bo'ladi. Chap qo'limizda avtosalon. Yangi bozorga qarab burilganingizda mostdan tushib, to'g'riga 600 metr yurgandan keyin o'ng tarafda Shaft gilamlari binosi keladi. Hozir ko'rsataman. Yangi bozor tugashiga svetofor qo'yilgan. Svetofordan o'tgandan keyin o'ng qo'ldagi qator magazinlar oxirida joylashganmiz. Manzil tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Soat ertalab 7 dan kechki soat 7 gacha ishlamiz. Bemalol haftaning 7 kuni bemalol kelib o'z xaridingizni amalga oshirishingiz mumkin.